Qobil aka jo'ja birdek jon, ko'p bolali kishi edi. Bolalar yosh, bir o'zi ishlar, bir navi kun ko'rardi. Do'konga borib, bir arava masalliqni qarzga olib kelar, maoshidan olgan zahoti borib qarzini uzib kelardi. Do'kondor ham ishongani sabab nima desa, yo'q demasdi. Katta farzandi 4 qizlar bo'lib, o'g'illarning otasining yoniga kirishiga ancha bor edi. O'rtancha qizi Gulnor chaqqongina qiz, hali maktabda o'qirdi. Ro'zg'or ishlarida ota-onasiga qarashib, otasi ishdan kelguncha mol holga qarab, uy ishlarini muxtasar qilib turardi. Otasi uni erkalatib, "Chavandoz qizim" deb chaqirardi. Gulnor ot aravani minib olib, mollarga o't o'rib kelar, suv tashir, mol boqar, shunga o'xshash ishlarga usta edi. Otasining uloqqa chopadigan otini alohida parvarish qilib, otasi aytgan paytda qo'rqmay otni sovutib kelardi. Otasi uni qulog'imdan qarzga botsam ham, seni Moskvaga, Maguga o'qitaman derdi. Hash-pash deguncha bolalar katta bo'lib qolishdi. Katta qizini uzatdi. Gulnorga sovchi kela boshladi. Gulnor 2 dugonasi bilan Toshkentga o'qishga borib kira olmadi. Uyga qaytgach, buvisi otasiga dedi: "Qobiljon o'g'lim, Gulnorni shu kelayotgan sovchilardan qoldirma. Qiz bola shaharda nima qiladi? Tinchgina uzatib yubor. Qiz bola o'qidi nima-diyu, o'qimadi nima?" Mayli ona, o'qishga ham kira olmadi. Shunday qilib Gulnor umrida ko'rmagan, tanimagan yigit G'ulomga uzatildi. Quda tomon uzoqda turishardi. Gulnor onasinikiga 6-7 oyda bir kelib ketardi. O'tirib qolgan qaynisinglisi Ozoda unga kun bermasdi. Qildan qiyiq chiqarib, janjal chiqarib G'ulomga urdirardi. Uyda uni aytganidan hech kim chiqmasdi. Gulnor har kelganda onasiga aytmoqchi bo'lardi-yu, ayta olmasdi. Kamiga ajrashib kelish nomus hisoblanardi qishloqda. "Otamni yuzi yerga qaramasin" derdi. Gulnorni tushgan uyi boylardan hisoblanardi. Ammo shunday boy xonadonda to'yib ovqat yeya olmasdi. Sahar turib katta hovlini supurib, sigirni sog'ib, mollarni bog'lab kelib choy qo'yar, keyin qaynotasi namozga turardi. Qaynotasiga tahorat suvini isitib bergach, qaynisinglisini betini yuvishga suvini tayyorlab uyg'otardi. Dalaga odamlarni olib ketadigan traktor kelib qolar. Gulnor choyini chala ichib, qo'liga ketmon bilan uroqni olib dalaga chopardi. Kechga yaqin tush paytida o'rgan o'tini traktorga yuklab qaytib kelardi. Homilador bo'lishiga qaramay, yana ishga sho'ng'ib ketardi. Qaynisingil jonivor hech bo'lmasa kechki ovqatni qilib o'tirmasdi. Boshi mehnatdan chiqmay qaynisingilni xo'rliklari ostida yurib, o'g'illi bo'ldi. Qaynonasi o'g'lini qo'liga ko'p bermas, qo'lingga o'rganib qolsa, ishlay olmaysan derdi. Nihoyat Ozodaga sovchi keldi. Ozoda kimligini ham surishtirmay rozilik berib yubordi. Fotiha to'y kuni qaynona bo'lmish Ozodaga uzuk taqib qo'ydi. Fotiha o'tgach, hali qarindosh urug' uylariga tarqamay turib, Ozoda uzukni yo'qotib qo'ydi. Uy to's-to'polonga aylandi. Kelgan mehmonlar ham xijolat bo'lishib nima qilarini bilmay qolishdi. Uzukni qanday yo'qotganini uning o'zi ham bilmasdi. Ozoda Gulnorni sochiga yopishdi. "Sendan bo'lak it ham olmagan, topib berasan" deb ura ketdi. Gulnor yangi bo'shangan baquvvat bo'lgani sabab Ozodani changalidan qutula olmay qoldi. "Opajon, men olmadim. Nima qilaman sizni uzugingizni? Sendan boshqa o'g'ri yo'q bu uyda. Topasan." G'ulom kelib xotinini ajratib oldi. Mehmonlar Ozodaga la'natlar o'qib tarqalishdi. Ostonaga yetgan Gulnor o'zini tutolmay yiqildi. G'ulom Gulnorni uyga olib kirib ketdi. "G'ulom aka, ortiq sabrim qolmadi. Men o'g'rimanmi? Sezganmisiz biror marta? Shuncha xo'rliklarga chidadim. Endi bas qilmasa, meni ham kimligimni tanib oladi qari qiz singlingiz. Qaysi biringizni zug'mingizga chidayman yoki ketaman butunlay?" "O'zingni bos. Oz qoldi ketadi. Men ham qachon birov olib ketarkan,
qutulardim deb yuribman. Hovlida Ozodani shang'illab qarg'angani eshitilib turardi. Qo'shni qiz bilan xolasi uzukni izlab topisholmadi. O'yla, o'zing bir joyga qo'ygandirsan, hammani o'g'ri qilmay, yerga tegmayam, har narsa bo'lgur. Gulnordan kechirim so'ra. Qayoqqa ketadi biro olmasa xola? Hech kimga ushlatgan bo'lmasang kerak o'sha savilni. Yo'q. Ozoda kamzulini cho'ntagiga qo'lini soldi. Uzuk cho'ntakning teshigidan kirib, kamzulni orqa tomoniga o'tib ketgan ekan. Buni ko'rgan xolasi Ozodaga yaxshigina bir shapaloq tushirdi. Qani, kirib Gulnordan uzr so'rachi. Kelindan uzr so'raymanmi? Hali shoshma, sen ham kelin bo'lasan, qizim. Xola kirib, Gulnorga tasalli berib uzuk topilganini aytdi. Gulnor indamadi. To'y kech kuzga belgilangandi. Gulnor asta-sekin darmonga kirdi. Bolasini qaynonasiga tashlab, ishga chiqa boshladi. Shunday kunlarning birida naradan kelsa qaynona kasal bo'lib, bola yig'lagan, Ozoda uyga kirib uxlab yotardi. Bolasini yupatib qaynonasiga dorilarni berib, oldiga choy qo'ydi. Ovqat qilishga unnadi. Uydan Ozoda chiqdi. Aka, xo'p, xotinga yolchigansizda, qarang. Hali ham ovqati tayyormas. Gulnor qaddini rostladi. Opajon, bizni xonaga kiring. Sizga bir narsa tayyorlab qo'ydim, ko'rasiz. Ozoda Gulnor bilan ketma-ket uyga kirdi. Gulnor eshikni zanjirladi. Ozodani bir tortib ag'dardi-da, ura ketdi. Kuch qaydan kelganligini sezmay qolgan Gulnor birpasda Ozodani holsizlantirib cho'zib qo'ydi. Derazadan kirgan g'ulom ularni ajratib qo'ydi. Gulnor qaynisinglisiga zaharxanda gapirdi. Sen megajin, bugundan boshlab onangga qarab men ishdan kelguncha saranjom qilib ovqat tayyor bo'lmasin-chi, tug'ilganingga pushaymon qilaman. Tur, chiqib basharangni yuv. Oyimga aytsang, yana yeysan. Bor yo'qol. Ozoda yig'lagancha chiqib ketdi. Gulnor, ertaroq qilmaysanmi shu ishingni? Kuldi eri. Sizni kuchingiz xotin urushga yetadi. Surishtirib ham o'tirmaysiz. Gunohim bormi, yo'qmi? Qachongacha chidashim kerak? Yetar endi. Qo'l sotib olganday osmondan kelasizlar. Kerak bo'lsa, ishga ham chiqmayman. Xotin kerak bo'lsa, boqib olasiz. Xo'p, Gulnor, xo'p. Ozoda to'yi bo'lguncha 1-2 marta Gulnorning tarbiyaviy soatidan o'tib olgach, muloyimgina ishchan qiz bo'lib, kelinlik libosini kiydi. To'y kuni Ozoda qizlar bilan o'tirganda Gulnor kirdi. Opa, mana buni taqib oling, bu sizga. Gulnor uning qo'liga bilaguzuk berdi. Buni akangiz ikkalamiz pul to'plab oldik sizga. Borgan joyingizda baxtli bo'ling. Ozoda turib kelinoyisini quchoqladi. Gulnor, sizga bergan ozorlarim uchun kechiring. Mana ketyapman-u, ko'nglim xijil. Menga qanday munosabatda bo'lishar ekan? Bir emas, 2 singlisi bor ekan. Endi nima qilaman? Niyatni yaxshi qiling, Ozoda opa. Mehnatdan qochmang, muloyim bo'ling. Bo'ldi, olam guliston. Baxtingizni bersin opa. Oradan yillar o'tdi. Gulnor yaxshi qaynona bo'ldi. Ozoda 1-2 arazlab keldi. Gulnorni aralashuvi bilan yashab ketdi va 6 bolani onasi bo'ldi. Tamom. Tinglaganingiz uchun rahmat.